This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetli radio anlıqçılar. Anlavatqanыңlar Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıb atqan Erkin Asiya Radyosu'nun 7 avgust çarşamba günüdeki Uyg'urcha anlatışı. Bugünkü 1 saatlik Uyg'urcha anlatışının program riyasatçılık için Şadiye sizler için xizmatda. Hürmetli radio anlıqçılar. Programımızı bugün tövendikirek o'rinlashtirdik. Aldı bilan diqqatingizga bugünkü dünya vaziyatiga doir siyosiy, ijtimoiy ma'lumotlar, shundaqla yana Uyg'urlarga munosabatli iqlim masalalari va qiziq nuqtalar haqidagi qisqa xabarlarni sunamiz. Vaqa va muloyiz sayfisida o'z muxbirlarimiz, shundaqla ixtiyor muxbirlarimizning tayyorlashidagi tafsiliy xabar va xabar to'g'risida yurgizgan muloyiza analizlarni anglatamiz. Aldı bilan o'z muxbirimiz Erkinning tayyorlashidagi qisqa xabarlarni diqqatingizga sunamiz. Qadrli radio anlıqçılar, qiynamsa bugünkü radio programımızı yoqtirib anlag'aysizlar. Xitayning davlatlik millatlar ishlariga mas'ul oliy amaldori oz sonliq millat san'atchilarining asarlarida o'z millatini gavdalantirishni tanqidlab, ularning ijodiyatda o'rtaq kimlik markazlashishini talab qilgan. Bu Xitoyning Junxo millati o'rtaq gavdasini barpo qilishda boshqa millat adabiyot san'atchilarining ijodiyati shu millatning turmush xosligi va milliy an'analarini tema qilishi va uni aks ettirishiga cheklama qo'yganligining ifodasi deb qaralmoqda. Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasi gazetining oshkorlashicha, Xitoy davlatlik millatlar ishlari komitetining raisi Pan Yu Xitoyning 31-iyul kuni o'tkazilgan mamlakatlik 13-navbatlik oz sonliq millatlar adabiyoti ijodiyati Tulpar mukofoti yig'inida so'z qilib, oz sonliq millatlar san'atkorlarining ijodiyatda o'z millatini markaz qilishini tanqidlagan. Uning ko'rsatishicha, oz sonliq millatlar san'atkorlari asarlarida o'rtaq kimlikni markaz qilish kerak ekan. Paniya buning oldida yana bu yil 6-oyda Qashqarda o'tkazilgan Xinjiang tarixi va kelgusi nomli xalqaro yig'indimi Xitoy madaniyatining barliq millatlarni birlashtiruvchi omil ekanligini ilgari surgan edi. Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasi gazetining bildirishicha, Panyu Tibet tilida ishlangan bir filmni tanqidlab, bu filmning faqat ruhoniy dunyoga markazlashganligi, uningda kompartiyaning to'kpisiga yetarlik ahamiyat bermaganligini bildirgan. Panyuning qayd qilishicha, keyingi yillarda oz sonliq millatlar asarlarida G'arbning ko'p qutblik madaniyat nazariyasining ta'siriga uchrashda kishini andishiga soladigan yuzlanish ko'rilmoqda ekan. Xitoyning bu yillik oz sonliq millatlar adabiyoti ijodiyati Tulpar mukofoti bir Uyg'ur adabiy tarjimonga berilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xinjiang yozuvchilar jamiyatining muavin raisi bo'lgan Ayso Yusuf ismli bu tarjimon Turg'un Mejitning 2022-yili Xitoy markaziy tashviqot bo'limi tomonidan Xitoy tilida nashr qilingan Wang San ko'chasi nomli Oqsudagi Xitoylarning hayoti tema qilingan kitobini Uyg'urchaga tarjim qilgan ekan. Amerika va uning Kanada, Avstraliya, Filippin qatorliq ittifoqdoshlari 7 avgust çarşamba kuni egalik huquqi Xitoy bilan talash tortishdagi Janubiy dengizda 2 kunlik havo ham dengiz armiya birlashma manevri o'tkazgan. Birlashma agentligining bildirishicha, ittifoqdosh davlatlar mazkur birlashma manevrining Xitoyning egalik huquq talabi kunseri jiddiylashayotgan bu rayonda xalqaro qonunning ustunligini namoyon qilishni maqsad qilganligini aytgan.
mazkur birlashma harbiy manevriga qarta Xitoyning o'xshash bir vaqtda Xitoy taraf Huangyan Arli deb atavatgan Skarboro taqim arli atrofida havo va dengiz harbiy mashq ilib borganligi qayd qilinmoqda. Skarboro Arli Xitoyning Haynan o'lkasiga 900 kilometr, Filippinga 240 kilometr keldigan bo'lib, bu rayon Xitoy bilan Filippinning har ikkisi eglik huquq talab qilayotgan qiziq nuqtalarning biridir. Xalqaro sud mahkamasi 2016-yili kesim chiqarib, Xitoyning Janubiy dengizdagi eglik huquq talabining hech qanday qonuniy asosi yo'qligini e'lon qilgan. Lekin Xitoy xalqaro sudning qarorini qabul qilishni rad qilgan edi. Birlashma agentligining bildirishicha, Amerika Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabining boshlig'i admiral Samuel Paparu, shundaqla Kanada, Avstraliya va Filippinning yuqori darajalik harbiy mudofaa amaldorlari e'lon qilgan o'rtaq bayonotida bu davlatlarning manevr orqali dengizdagi o'rtaq xirrisga tang taqobil turish va xalqaro qonun ham qonun asosidagi tartibni qo'g'dash o'rtaq niyatini namoyon qilganligini aytgan. Halbuki Xitoy ozodlik armiyasining Janubiy urush rayoni qo'mondonlik shtabi bu haqdagi bayonotida bu qitimliq havo va dengiz armiya mashqining razvedka qilish, signal berish, tez harakat qilish, birlashma zarba berish iqtidorini o'stirishni nishon qilganligi, ammo Janubiy dengizni qalaymaqon qiladigan, qiziq nuqta paydo qiladigan, rayonning tinchligi va muqimligiga buzg'unchilik qiladigan barliq harbiy faoliyatlarning kontrollik ostida ekanligini bildirgan. Lekin ittifoqdosh davlatlar harbiy qo'mondonlarining ta'kidlashicha, bu birlashma manevr xalqaro qonunlarga uyg'un shaklda dengiz qatnashi bexatarligi va boshqa davlatlarning huquq manfaati ko'zda tutilgan asosda ilib berilmoqda ekan. Amerikada demokratiya tashkiloti qurib, Xitoy Kompartiyasiga qarshi o'qitishchilik qilib kelayotgan Wang Shujinning amaliyotda Xitoyga jasuslik qilganligi, uning Amerikadagi Xitoy o'qituvchilarining uchurini yig'ib, Xitoyni ta'minlaganligi ma'lum bo'lgan. Amerika taftish amaldorlari Wang Shujinning Xitoy hukumatini Amerikadagi Xitoy o'qituvchilariga oid uchurlar bilan ta'minlaganligini aytgan. Neyrik vaqti gazetining xabar qilishicha, Neyurikdagi Federatsiya Zasidatullo O'mega 6 avgust kuni Wang Shujin ustidan hukm chiqargan. Amerika taftish amaldorlari Wang Shujinning 10 necha yildan beri ikki xil kimlik bilan yashab, Xitoy jasuslik organi bo'lgan Davlat bexatarlik ministrligining topshirig'i bo'yicha harakat qilib kelganligini aytgan. 1994-yili Amerikaga kelib, bir universitetda o'qituvchilik qilgan Wang Shujinning keyinroq Amerika fuqaroligiga o'tganligi, uning Neyurikdagi Kionis rayonida sobiq kompartiya rahbarlaridan Xuyaobang Jaozian xotira fondining qurilishiga yordam qilganligi qayd qilinmoqda. Wang Shujin 2022-yil 3-oyda qo'lga olingan bo'lib, u o'ziga qartilgan 4 xil jinoyatning hammasini rad qilgan. Lekin Amerika yordamchi taftish amaldori Ellen Sisi o'tgan oyda e'lon qilgan yozma bayonotida javobgar Xitoy hukumatiga qarshi qiyofatga kirib bilib, bu orqali Xitoy hukumatiga haqiqiy ravishda qarshi turadigan kishilarga yaqinlashmoqchi bo'lganligini bildirgan. Ellen Sisining qayd qilishicha, ondan keyin javobgar Xitoyga bu kishilar haqida uchur yo'llash orqali uningga ishongan bu kishilarga xiyonat qilgan. Amerika taftish amaldorlari Wang Shujinning Xitoyga yetkazgan uchurlaridan birining 1989-yildagi Tiananmen voqeasini xotirlash faoliyatiga munosabatli ekanligi. Uning boshqa ilxatlarida Amerikada Shi Jinpingga qarshi o'tkaziladigan namoyishlarni ma'lum qilganligi bildirilgan. Neyrik vaqti gazetining aytishicha, navbatda taftish amaldorlari 75 yoshli Wang Shujinning 25 yilgacha bo'lgan qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkinligini aytgan. Amerikaning muavin prezidenti Demokratlar partiyasining kelar qitimliq prezident nomzodi Kamala Harris muavin prezidentlik nomzodiga tanlagan Minnesota shtatining boshlig'i Tim Walz Tiananmen o'quvchilar harakati qonliq bostirilgan 1989-yili Xitoyda o'qituvchilik qilgan bo'lib, u keyinroq Xitoy hukumatining ochiq oshkora tanqidchisiga aylangan. Tim Walz 2006-yili Amerika Avam palatasining a'zoligiga Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetiga ishtirok qilgandan keyin Tibet, Hong Kong va kishilik huquq masalalarida Xitoyni ochiq oshkora tanqid qilgan bo'lsa-mu, ammo u Xitoy bilan dialogni davomlashtirishini tashabbus qilgan. Tim Walz 2016-yili Tibet, Beijing va Hong Kongni ziyorat qilganda Xitoy bilan dialogni qaytalashning cho'qim haqiqiy va unumli bo'lishi kerakligi, vaqtni isrof qilish yoki ishni eqishiga qo'yib berishga bo'lmaydiganligini aytgan.
u Tibet ruhani daisi Dalai Lamaga Tibet xalqining kishilik huquqining kuchaytirilishi va qo'g'dilish kerakligini bildirgan. Kamala Harris 6 avgust kuni Xitoy hukumatining Tiananmen o'quvchilar harakatini qonliq bostirishiga shohid bo'lgan 60 yoshlik Tim Walzni rasmiy o'zining muavin prezidentlik nomzodi qilib tanlaganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Guangdong o'lkasidagi bir to'liq o'rta maktabda Xitoy o'quvchilariga Amerika tarixi, madaniyati va ingliz tilidan dars o'tgan Tim Walz Amerikaga qaytib kelgandan keyinmi Xitoy bilan aloqani saqlab kelgan. U ayoli bilan shaxsiy shirkat qurib, har yili yozda Amerikaning to'liq o'rta maktab o'quvchilarini Xitoyga sayohatga tashkillab, ularning Xitoyni tushunishini olg'a surgan. Hatta u 1994 yili to'y qilgandimi, ayoli bilan Shirin Eyni Xitoyda o'tkazgan. Amerika taratqularida Tim Walzning Xitoydagi vaqti uning Xitoy Kompartiyasi hukmronligidagi Xitoy xalqining hayotiga bo'lgan tonishini shakllantirganligi qayd qilinmoqda. Xabarlarda Amerikaning eng cho'ng geosiyosiy raqibi bo'lgan Xitoyga qanday taqobil turishdagi ko'z qarash farqining Tim Walz bilan Jumhuriyatchi muavin prezident nomzodi DJ Vance orasidagi munozarada ifodasini topadiganligi bildirilmoqda. Uyghur dehqonlarining necha yuz yillardan beri yetishtirib, xalqning iste'moliga sunib kelgan dog'liq yerlik mevaları navbat Xitoy shirkatlarining monopoliga o'tib, uning ichish nishoniga aylanayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 6 avgust kuni Xitoyning har qaysi joylaridan kelgan tadqiqotchilar, mutaxassislar va korxonachilar Payzovat noisidagi Yuja Aynulla mevasi zamonaviy ishlab chiqarish bog'chisining fan tadqiqot binosida yig'in o'tkazib, Qo'g'il makoni degan nom bilan tanilgan Payzavatning meva mahsulotlarini qanday yetish va kengaytirishni muzokara qilgan. Bu Uyg'ur dehqonlarining rayondagi dehqonchilik mahsulotlarining asosli ishlab chiqaruvchisi bo'lishdek tarixiy o'rniga xotim berish, ularni mustaqil dehqonchilik ishlab chiqarish iqtidoridan mahrum qilib, Xitoyning davlat homiyligidagi emgak kuchlarini yo'tkazishga o'rinlashtirish programmasining bir parchasiga aylantirish urinishining bir qismi deb qaralmoqda. Uyghur Abdunum Rayliq Partikumining ovozi bo'lgan Xinjiang gazetining bildirishicha, navbat Payzavat noisi Xitoyning cho'ng Aynulla bazasiga aylantirilgan bo'lib, Xitoyning mamlakat miqyosidagi har 5 tip Aynulla ko'chitining 3 tipi Payzavat ekan. Payzavat Noyilik Partikum sekretari Liu Jiqing navbatda Payzavatning Aynulla ko'chiti terish ko'lamining 570 ming mo, mevilik beg'ining 410 ming mo, tovar qiymatining oz kam 3 milliard yuanga borligini aytgan. Liu Jiqingning ko'rsatishicha, ularning nishoni Payzavatning Aynulla mevachilik kasbini necha 10 milliard yuanlik sanoat to'piga aylantirishgan. Xitoyning Payzavatning bog'vanchilik kasbidagi ko'lamlashgan cho'ng tipliq sanoat to'piga aylantirish plani uning 2017 yili boshlangan cho'ng tutqunidan keyin bo'libmi Payzavat dehqonlarini terilg'u yer va mevilik bog'larini mahrum qilib, ularni davlat homiyligidagi yo'tkazishga o'rinlashtirish programmasi bo'yicha boshqa joylarga yo'tkab, sanoat korxonalaridagi majburiy emgak kuchlariga aylantirishdan keyin texnik tezlashgan edi. Anlayotganingiz Uyg'ur tilidagi erkin axborot munbiri Erkin Asiya Radyosu. Hürmetli radio anlıqçılar, diqqətinizdə Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıb atqan Erkin Asiya Radyosu'nun 1 saatlik Uyg'urcha anlatışı. Mən bugünkü program riyasətçisi Şadiye. Tövəndə vaqe və mulay səhifəsi boyunca anlatışımızı başlayırıq. Mazkur sahifamizda o'z muxbirlarimiz va dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyor muxbirlarimiz navbatdagi Uyg'urlar vaziyati, shundaqla dunyo axborot vositalarida Uyg'urlarga oid masalalar tema qilingan muhim xabar va uchurlar to'g'risida yangi ma'lumotlardan sizlarni xabardor qiladi. Qadrli radio anlıqçılar, Qenamsa iqtinlar növətdiki program məzmunda boğay.
Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio bir qonun loyihasi tunishtirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining favqulodda dokladchisi Alina Do'xanni xizmat o'rnidan foydalanib, mustabid davlatlarning Amerikaga qarshi maydonini qo'g'daganligi, shundaqla Xitoyning Uyg'urlarni bostirish tashviqotiga moslashganligi uchun vazifasidan bekor qilishni talab qilgan. Tövəndə bu haqdaki təfsili uçurni öz muxbirimiz İradədən anlaysızlar. Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'zining asli qurilish maqsadiga xilof holda mustabid hokimiyatlarni va terrorlik tashkilotlarini qo'llaydigan va ularga davomli huquq beradigan bir o'ringa aylanib qolganligini ilgari surib, buningga taqobil turishni maqsad qilgan bir qonun loyihasini tanishtirgan. Bu qonun loyihasining ismi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bir taraflamalik majburlash tadbirlari to'g'risidagi alayda dokladchining o'rnini amaldan qoldirish va Amerikaning bu o'rinni mablag' bilan ta'minlashining oldini olishdan iborat bo'lib, uning maqsadi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining favqulodda dokladchisi Alina Do'xan mustabid davlatlarning Amerikaga qarshi maydonini qo'g'daganligi, shundaqla Xitoyning Uyg'urlarni bostirish tashviqotiga moslashganligi uchun uning vazifasining bekor qilinishini talab qilishdan iborat. Asli Belorussiya Davlatlik universitetining professori bo'lgan Alina Do'xan 2020 yili mart oyidan boshlab BDT kishilik huquq kengashining favqulodda dokladchisi bo'lib tayinlangan. Uning BDT nomida Xitoy hukumatining Uyg'urlar haqidagi saxta tashviqot yig'inlariga ko'p qitimlab qatnashganligi, hatto 2021 yilning oxirida Xitoy hukumatining sayıpxaligida chaqirilgan G'arb jahongirlarining jazolariga qarshi turayli temasidagi yig'inda nuqtaliq so'zlagichilarning biri bo'lganligi diqqat qo'zg'agan edi. Keyin BDTni kuzatish tashkiloti tashrif berish orqali Alina Do'xan ismli bu BDT dokladchisining Xitoydan 200 ming Amerika dollari topshirib olganligini va uning badaliga Xitoy bilan hamkorlashib, uning tashviqotchisiga aylanganligini aniqlab chiqqan. Kengash Palata a'zosi Marko Rubio Amerika prezidenti Jo Baydenga yozgan xatida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bir taraflama majburlash tadbirlarining salbiy ta'siri nomida maxsus dokladchi bekitish va uningga Belorussiyalik Alina Do'xanni tayinlash to'liq bema'nilik deb ko'rsatgan. U Alina Do'xanning bir qitimli Xitoy ziyoratidan qaytgandan keyin BDT yig'inida Amerikaning jazo tadbirlari Xitoy fuqarolarining ishlash huquqini dafsanda qildi deb so'zlash orqali Amerika hukumatining Uyg'urlarni Xitoyning majburiy amgikidan qo'g'daganligini nazardan saqit qilganligini eskartgan. Amerikadagi kishilik huquq organlaridan bo'lgan Erkinlik sarayining Xitoy ishlari bo'yicha tadqiqot yetakchisi Wang Yachuning deyishicha, Xitoyning ta'sir ko'rsatish harakatlari BDTning davlatlarning kishilik huquq xotirasini tashirishiga ta'sir ko'rsatmoqda ekan. I mean, of course, the Chinese government has invested a lot of resources in undermining the international human rights. Xitoy hukumati uzundan buyon xalqarada kishilik huquq sistemasini bekor qilish uchun nurg'un kuch sarf qildi. Albatta, bu BDT'ni o'z ichiga oladi. Xitoy hukumatining bu harakati Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har qaysi a'zo davlatlarning kishilik huquq dafsandichiliklarini tekshirishi, surishtirishi va hamda javobgarlikka tortish iqtidorini ojizlashtirib etdi. Amerikadagi Uyg'ur harakat tashkiloti boshlig'i Roshan Abbas xonimmi BDTning kishilik huquq masalasida o'z funksiyasini yo'qotishi tufaylidan xeyli burunlar uni isloh qilish haqidagi chaqiriqlarning o'tirg'i chiqishga boshlaganligini aytdi. Bu BDT'deki az bo'lmagan xodimlarning va BDT kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarninki xeyli ko'p qismining yillar ilgirlanmi Xitoyning gumashtisiga aylanib qolganligi to'g'risida matbuotlarda ko'plagan xabarlar chiqqandi. Hatto BDTning ba'zi xizmatchilari Xitoyning bu yerda qilayotgan qonunsiz qilmishlariga qarshi turganligi uchun ishdan qo'g'langan ahvollarmi bo'lgandi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasiningki BDT'da kun tartibga kelmasligining sabablari shu bo'layotgan. Buning uchun bir qancha yil ilgirlanmi Amerika va Yevropadagi ba'zi siyosiy yo'llar va davlat arboblari BDTni isloh qilish tashabbuslarini o'tirg'i qo'ygandi. Darvaqa senator Marko Rubio Amerika prezidenti Jo Baydenga yozgan xatida Alina Do'xanga o'xshaydigan bundaq kishilarning harakatlarining Xitoy Kompartiyasi bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning mustabid hukumatlari Amerikaga qarshi tuzgan qo'g'dinish plani va tashviqotiga moslashganlik bo'lganligini eskartgan. U BDTdagi atalmish bir taraflama majburlash tadbirlarining salbiy ta'siri nomidagi dokladchilik vazifasini bekor qilishni talab qilgan.
Shundaqla Amerika hökumətini Amerikalik baş tapşırğıçılarning pulini bundaq orunlarga səp berməslikə chaqirib, ularni məbləğ bilan ta'minlashni kesishga da'vat qilgan. Roshana Basxanim Marko Rubio əpəndining yuqoridagi tələbining intayin vaqtida o'tirg'a qo'yilganligini, BDTni jiddiy isloh qiladigan vaqt kelganligini aytdi. Marko Rubio'ninki BDT to'g'risidagi bu qaror loyihasi dal vaqtida o'tirg'a qo'yilgan bir tadbir deb qarayman, chunki BDT Xitoy davlatining kunligi ostidan qutulmagicha, ya'ni ta'sir doirasidan qutulmagicha, anandiki mushundaq BDTda Xitoyning zuvoni bo'layotgan, Xitoy davlatidan pul olib, iqtisodiy manfaatga erishib, Xitoyning dumbiqini chilayotgan kishilardan qutulmagicha Amerika uchunmi, ham biz Uyg'urlar uchunmi adolatli qarorlarni qabul qilishi BDTninki nihoyatda tasqi to'xtaydi. Xitoy davlati hozir BDTning nurg'un komitetlarga o'zlarining odamlarini yerlashtirib bo'ldi. BDTni haqiqatanmi jiddiy isloh qiladigan vaqt keldi. Shuning uchun bu nuqtalardan qaraganda Marko Rubio'ninki loyihasi nihoyatda dal vaqtida o'tirib qo'yilgan bir loyiha deb qarayman. Erkilik saraydan Wang Yachomo Xitoyning BDTdagi ta'sirini tezginlash uchun demokratik davlatlarning besimini kuchaytirishi kerakligini aytdi. The UN is a member organization, so I think a lot of the governments, the democratic governments that support Birleşken Devletler Teşkilatı azad devletlerden terkip tapkan organ. Şuna bu organda Xitayga o'xshash mustabid hokimiyatlarning BDTning normal xizmat sistemasini buzishining oldini olish uchun kishilik huquqqa hurmat qiladigan demokratik davlatlar qattiq kutishi va Xitoydagi davlatlarni chekindirishi kerak. Ma'lum bo'lishicha, Marko Rubio tonishtirgan bu qonun loyihasi Amerikaning BDTga beradigan yordamini qisqartishda rol o'ynaydigan bo'lib, agar qonun ma'qullanib qolsa, BDTdagi bu favqulodda dokladchi ishxonasi taqilishi mumkin ekan. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani irada tayyorladi. Diplomat jurnalining 3 avgustdagi xabaridan qaraganda, Yevropa davlatlarining aviasiya shirkatlari Xitoyning talabiga qaramay Xitoydan chekinib chiqqan. Ma'lum bo'lgandek, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan buyon Rossiya aviasiya yo'li g'arbdagi nurg'un aviasiya shirkatlariga ishkini taqagan edi. Darvaqa bu sababdan kelib chiqqan siyosiy va iqtisodiy vaziyatning murakkablashishi navbatda diqqat qo'zg'amoqda. Tuvanda bu vaqtdagi tafsiliy ma'lumotni o'z muxbirimiz Shadiyadan anglaysizlar. Yaqindan buyon ma'lum bo'layotgan uchurlarda ko'rsatilishicha, Yevropa aviasiya shirkatlari orqama-orqadan Xitoydan chekinib chiqqan. Ba'zilar bu ahvolga Rossiya aviasiya yo'lining g'arbdagi nurg'un aviasiya shirkatlariga nisbatan ishikni taqish tufaylidan murakkablashishga yuzlanayotgan xalqaro siyosiy va iqtisodiy vaziyatning sabab bo'lganligini ilgari surmoqda. Diplomat jurnalining 8 ayning 3 kuni e'lon qilingan bu vaqtdagi xabarida Yevropa aviasiya shirkatlarining hozir Xitoydan chekinishidagi bir qism sabablar alayda o'rin olgan. Xabarda aytilishicha, buningdagi tubki sabablar Xitoyda bo'lmasdan, balki Rossiya Ukraina urushidan buyon dunyodagi aviasiya shirkatlarining ikki qutbga ayrilishidan kelib chiqqan. Ya'ni urushdan keyin bir qism aviasiya shirkatlariga Rossiya havo bo'shliqida uchishga ruxsat qilingan bo'lsa, yana bir qism shirkatlarga ruxsat qilinmagan. Bunun bilan Rossiya havo bo'shlig'idan uchish imtiyoziga erishalmagan davlatlarning aviasiya shirkatlari dastlab bo'lib Xitoydan ayrilishga boshlagan. Undaqda nima uchun aviasiya shirkatlari Xitoyning talabiga qaramay Xitoydan ayrildi? Amerikadagi siyosiy analizchi, Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Elshad Hasan apandining qarashicha, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi boshlangandan buyongi 2 yil mobaynida ko'plagan davlatlar Rossiya hukumatiga jazo yurgizgan. Putinmo Rossiyaga jazo bergan davlatlarning aviasiya shirkatlariga jazo cheklamasi qo'ygan. Uning bildirishicha, bu ahvol xalqaro aviasiya shirkatlariga iqtisodiy tannarqi jihatdan va siyosiy vaziyat jihatdan salbiy ta'sir ko'rsatgan. Yana bir tarafdan bu Xitoy bilan g'arb allari o'rtasidagi aviasiya shirkatlarining raqobatida Xitoyni Rossiyaning uningga dastak bo'lishidan iborat siyosiy imtiyozlar yaratgan alayda e'tiborlarga erishtirgan. Ziyoratimiz jarayonida u bu vaqtdagi fikrni qisqacha bayon qilib o'tdi.
Bunda bir sharoitda G'arbninki havotsiyalari hech qaysi Xitoyninki o'xshash liniyadagi havotsiyalari bilan raqobatda bir ojiz ahvolda turib qolgan. Ham uningdan boshqa G'arbninki bu Xitoyninki bekinish siyosatining qaytadan boshlanishi, masalan, xodimlarga cheklim qo'yishi, to'xtamay chet elliklarni jasus deb tutishi bularmi G'arb havotsiyalarininki u yerdagi xizmat bexatarligi, bozor egligidagi kapolati bexatarlik hammasi bir xil siyosatning o'zgarishiga bog'lanib mangdigan bir holatga tushib qoldi. Hamma jihatdan Xitoyning siyosatidan cheklamaga uchradi. Bunda degan vaqtida hozir dunyoda ikkinchi qitimliq sovuq urush boshlandi. Amerika boshliq G'arb bir sap bo'lgan bo'lsa, oyoqda Xitoy, Rus, Iron qatorliq bu tajovuzchi kuchlar kengaymichi bular bir liniya. Ikki tarafning maydoni aniq. Shuning uchun So'didimi tadrijiy holda bir-birisidan ayrilish, chegarani ayirish bu ne vaqt boshlanib bo'lgan. Mana deganda bu havotsiyalarning ayrilishi shuning davomi desak bo'ladi. Bütün dünyani öğrü töpü qilib etken Covid vabası mezgilida Xitoyga bordigan chet ellik sayohatchilarga nihoyat qattiq va uzun muddatlik cheklamalar qo'yilganligi tufaylidan Xitoyga berib keladigan navbatchi aeroplanlarning sonining zo'r darajada azlab ketganligi ma'lum. 2023-yili Xitoy havo yo'liga qo'ygan cheklamalarni bekor qilib, xalqaroliq navbatchi aeroplanlar sonining tez suratda o'sishini kutgan edi. Amaliyotda Xitoyning bu xiyoli so'g'chilishib, Xitoyga uchadigan aeroplan qatnashini asli keltirgan bir qism xalqaroliq aviasiya shirkatlari hozir Xitoydan chekinib chiqqan. Uyghur kishilik huquqining tadqiqotchisi Henry Shejevskiyning qarashicha, navbatda Yevropadagi nurg'un davlatlar Rossiyaning Ukraina qarshi urush sababidan Rossiyani o'xshamagan darajada jazolagan. Bu vaziyat garchi Sharqiy Yevropa, Polsha qatorliq davlatlarning aviasiya shirkatlarining Rossiyada uchishini cheklamagan bo'lsa-mu, ammo bu cheklim tufaylidan G'arbiy Yevropadagi davlatlarning aviasiya shirkatlari Xitoy bilan aloqa bog'lashga majbur qolgan hamda bu iqtisodiy jihatdan ularga besim ilib kelgan. U bu haqdagi qarshini sharhlab mundaq dedi. And as these analysts indicate, there are airlines that are permitted to fly over Russia and there are airlines that are not. So you see a lot, of course, of Western... Qarmaqqa nurg'un analistlar G'arbiy Yevropa bilan Shimoliy Amerika, Avstraliya va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy munosabatning kun sari kuchayishida Xitoy bilan bu davlatlar o'rtasidagi navbatchi aeroplanning ta'sir ko'rsatganligini nazardan soqit qilmoqda. Mening demoqchi bo'lganim, mohiyatda bu parchalanish iqtisodiy masalalar va bo'lingan dunyo sababidan. Kishilar Xitoyning ilgirki o'xshash orzusidagidek mablag' solish o'rni va yashashdagi manzilga yetish yo'li emasligini to'nib yetalaydi deb o'ylayman. Chunki sirtqi dunyodagi nurg'un kishilarga nisbatan Xitoyga berish burunqidek jalb qilarliq bo'lmasligi mumkin. Living for many outsiders coming to China may not be as appealing as it once was. Xitoyning Markaziy xalq radio stansiyasi to'rining 5 avgustdagi xabarda aytilishicha, 8 oyning 17 kunidan boshlab Xitoy Janubiy aviasiya shirkatining navbatchi aeroplani har shanba kuni Urumchidan Istanbulga bevosita uchishini asli keltirgan bo'lib, bu 8 yildan keyin Urumchidan Istanbulga boradigan havo liniyasining tunji qitim ishga oshirilishi hisoblanadi ekan. Darvaqa Yevropa davlatlaridagi bir qism aviasiya shirkatlari Xitoydan ayrilayotganda Xitoyning Urumchidan Istanbulga uchadigan havo liniyasini qayta asli keltirishi Xitoy hukumatining siyosiy va iqtisodiy jihatda qo'llanayotgan strategiyasi bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. Henry Shejevskiy bu vaqtdagi suhbatimizda hozir Urumchidan Istanbulga boradigan havo liniyasining asli keltirilishini Turkiya bilan Xitoyning iqtisodiy munosabat jihatda texmo yaqinlashganligini ko'rsatadi deb qaraydiganligini eskartdi. U yana mohiyatda Xitoyning bu orqali Uyg'ur rayonining hozir texmo bexatar va muqim ekanligini tashviq qilish ekanligini ilgari surib, o'z qarashlarini sharhlab o'tdi. The tensions from 2017 when China was committing crimes against humanity quite openly documented. Bu yerda Xitoy hukumati 2017 yildan buyon davom qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlar keltirib chiqargan Uyg'ur rayonidagi jiddiy vaziyatni pasaytirishni maqsad qilgan. Yana bir tarafdan bu Turkiya hukumatining Xitoyning jinoiy qilmishlari bilan aloqasi yo'qligini isbotlashni xohlaydiganligini ko'rsatadi. Halbuki Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilib bo'lgan insoniyatga qarshi jinoyatlari hali ham davomlashayotgan mezgilda
bu havo liniyasining qayta ochilishi mohiyati Turkiya hukumatining Xitoyning bu qilmishlariga bundan keyin yana izchil ko'z yumadiganligidan darak berdi. Albatta, bu havo yo'lining qayta ochilishi ikki davlat bo'libmi shaxslar uchun bexatar sayohat qilishga ruxsat qilinmaganligini ko'rsatib beradigan muhim bir nuqta. Aniq aytishga bo'ldiki, bu Xitoy hukumatining tashviqoti bo'lib, bu havo liniyasining ochilishi Xitoy hukumatining hozir Uyg'ur rayoning ochib etilganligi, sirtdan mablag' solish va sayohat qilishga tayyor ekanligini namoyon qilish o'rinishidir. New discourse that the Uyghur region now is open and ready for outside investment and travel. Elşad Hasan Əpəndining qarşıca Xitayning Ürümchidən İstanbulga bevosita uchish liniyasini asli keltirishi navbatdagi siyosiy va iqtisodiy vaziyatga munosabatli ekan. U o'z qarashlarini bir qancha nuqtalar bo'yicha izohlab chiqdi. Çünkü G'arb bilan chegara ayrilgandan keyin Xitoy, O'rta Osiyo, Turkiya mushu orqali Yevropaga o'zininki sodasini shu orqali akirmoqchi. Sharqiy Turkistonda bo'layotgan milliy qirg'inchilikni yoshirish Uyg'urlarninki bu xalqaroga fosh qilgan xalqaroliq eng chong jinoyatini Uyg'ur qaratgan jinoyatini yopish, uni yolg'on qilish, shu siyosatiga ishiltish. Ammo buning da xuddi 2017'te aldırki 14, 15, 16'larda pasportlar mecburi berip şu an sayahat kızıp andın keyin 16'nın ahırsı tutuşku başladı çıkallarını. Hazırgıça yanı sotlavatıdı. Demek Xitayning siyasatida özgürüş yok, fakat teşvikatida özgürüş var. Onun bildirishicha, bu havo liniyasining asli keltirilishi tegi-taktidan elib etganda Uyg'urlarni to'zoqqa tushirish va chet ellardagi Uyg'ur davosini yildizidan yo'qotish ekan. Yaqindan buyon Xitoy iqtisodidagi cho'kish vaziyati Xitoyning uy mulk, bankchilik qatorliq har qaysi sohalarga zo'r darajada ta'sir qilayotganligi ma'lum. Vaholanki, Yevropa aviatsiya shirkatlarining Xitoydan chekinib chiqishi qaysilar nuqtadan qaraganda Xitoy iqtisodiga yanamo og'ir ta'sirlarni ko'rsatadigan bo'lib, navbatda Xitoyning turli tadbir chora orqali bu krizisdan qutulish uchun tirkishayotganligi bilinmoqda. Programmani tayyorlovchi Shadiya. Diqqat berganingizga rahmat. Yazidi irqi qirg'inchiligi bundan 10 yil ilgari Iroqda yuz bergan bo'lib, 3 avgust Germaniya axborotlarida bu haqda tafsiliy ma'lumot berilgan. Mazkur xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Daesh kuchlarining Yazidlarga qilgan kishilik huquq dafsandichiliklarini irqi qirg'inchilik deb e'tirof qilgan. Halbuki buningdan natijasi ig'ir bo'lgan Uyg'ur qirg'inchiligi masalasida izchil sukut qilib kelmoqda. Undaqda Yazidi qirg'inchiligini e'tirof qilgan BDT Uyg'ur qirg'inchiligini qachon e'tirof qiladi? Bu vaqtdagi tafsiliy ma'lumotlarni tuvanda Germaniyadagi ixtiyor muxbirimiz Akramdan anglaysizlar. 3 avgust Germaniya Federatsiya Fuqarolar Ma'arif Markazining to'rida e'lon qilingan 2014-yildagi Yazidi irqiy qirg'inchiligi nomli dokladda va Germaniyaning davlatlik televiziya kanali bo'lgan ARD'da e'lon qilgan biz bir narsaning kimligini his qilyapmiz nomli xabarda bayon qilinishicha, Yazidi irqiy qirg'inchiligi bundan 10 yil ilgari Iroqda yuz bergan. Yazidilar Iroqning shimolida yashaydigan yerlik millat bo'lib, 2014-yili Daesh kuchlari bu rayonda 5000 dan ortiq odamni qirib tashlagan, 7000 odamni tutib ketgan. Shuning bilan birga Yazidi ayollarga jinsiy zo'ravonlik va bosqinchilik qilgan. 2016-yilga kelganda 3500 qiz ayol qo'yib berilgan yoki pul to'lab setib olingan bo'lsa-mu, hozir qadar yana 2700 atrofida qiz ayollarning izlari bo'lmagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2016-yili bu voqeani irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan hamda bu sohadagi tekshirishlarni davomlashtirib kelgan. Halbuki Yazidi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini texi hozirgacha rasmiy yo'sinda e'tirof qilgani yo'q. Hozir qadar Yazidi irqiy qirg'inchilikni tekshirish uchun maxsus guruh tashkillab xizmat qilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish yoki tekshirish yo'lida unumli xizmat qilolmasligi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'ab kelgan bir masala bo'lib kelmoqda.
Türkiye Hacıtepe Üniversitesi'nin dotsenti, stratejiya mutaxassisi doktor Erkin Ekrem'nin qarashicha, Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uyghur irqiy qirg'inchiligi meselesini Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashiga akirish ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kun tartibiga elib chiqish jihatda belgilik tirishchanliklar ko'rsatilayotgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy ve Xitoy tarafdorlarining Birleşken Devletler Teşkilatı'daki ta'sir kuchi sababli bu ishlar amalga oshmay kelmoqda ekan. Buldu o yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Boğan Volker Türk Uygur meselesini Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Daimi Komitede bunu müzakere kılış için Birleşken Devletler Teşkilatı azalarının arasında bir karar alattı. Ama Xitay ve Xitay'ını kollayan devletlerinin sağını köp boğaşka bu Uygur ırkı kırgınçılık meselesini Birleşken Devletler Teşkilatı'nın gün tertibi ilişkimi bulmay kaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı bu cette tırışçanlığı var ama Xitay'nın tosaklığı bile bunu emelleştiremeyiyordu. Ma'lum bo'lgandek 2018 yılı 8 ayının 10 günü Cenevada Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish komitetining 96. navbatlik yig'ini chaqirilib, Xitoyning kishilik huquq vaziyati ko'zdan ko'chirilgan. 2018 yılı 8 ayının 30 günü mazkur komitet xulosa dokladini e'lon qilib, Xitoy hukumatining atalmış terrorlikqa qarshi turish, oshqo'llikni tugatish degan nomlarda 1 milyondan ortiq Uyg'urni jazo lagerlariga muddatsiz qamalganligini chakarlab, dunyoni hayron qoldirgan edi. Ushbu dokladda Xitoy hukumatidan qayta tarbiya lagerlaridagi qonunsiz tutib turishni darhol oyoqlashtirish, tutib turilayotganlarni qo'yib berish, qonunsiz tutib turish o'rinlarida yetayotgan Uyg'urlarning soni, kimligi, tutilish sabablari va bu o'rinlarning sharoitlarini oshkorlash talab qilingan edi. Mazkur doklad ayni chog'da Xitoyning jazo lagerlari siyosatining xalqaro matbuotlardan o'rin olishiga 2001 yildan boshlab Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ilgari keyin bo'lib, Amerika, Kanada qatorliq 11 davlat va parlamentda e'tirof qilinishiga asos ham turtki bo'lgan zo'r hodisa edi. 2022 yili 8 ayning 31 kuniga kelganda Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining Oliy komissari Michel Bachelet vazifasidan ayrilgan oxirgi daqiqalarda xalqaro jamiyatning kuchlik besim bilan Uyg'urlarga oid dokladni e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarning insoniyatga qarshi jinoyatni shakllantirishi mumkinligini ilgari surdi. Mana bular Uyg'ur elida jazo lagerlari qurilib, irqiy qirg'inchilik davomlashib kelgandan buyon Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uygurlar için kılgan iki çoğun hizmeti olup kalgan. Xitoy ba'zi davlatlarga iqtisodiy imkoniyat berish orqali, ba'zi davlatlarni qaziga bo'g'ash orqali, ba'zi davlatlarga askariy va bexatarlik jihatdan yordam qilish orqali va ba'zilarga diplomatik jihatdan besim ishlatish orqali o'zining tarafdorlarini Birleşmiş Milletler Teşkilatı'da to'pladi. Markaziy Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdullakim İdris Efendining ilgari surishicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Yezidi irqiy qirg'inchiligiga serishtiruqsiz darajada ig'ir va fojialik. Ammo Xitoy hokimiyati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Birleşken Devletler Teşkilatı'da kun tartibga keltirishga urinayotgan davlat yoki tashkilotlarga izchil qattiq besim qilayotganligi yoki jazo yurgizib kelayotganligi uchun Uyg'urlar masalasi Yezidilar masalasiga o'xshash darajaga ko'tarilmay kelmoqda ekan. Biz bu yıl Birleşmiş Milletler Teşkilatı'da Xitay'ninki universal kişilik hukukunu qarab çıkış yığınlarında mı kördük. 160 netçi devlet avaz belge yerde 29'a yakın devletler Uygurlar doğruluk gap kıldı. Kaldılar hemisi Xitay'ninki tarafını tutup söz kıldı. Bunu onun şunu kurvağılı buldu ki Xitay köpçülükten Birleşmiş Milletler Teşkilatı'da öz etrafı yığıvagan. Bunun kimi tesiri var. Yeni bir sebebi olsa Xitay Uygurlar doğruluk gap kılgan, Uygurlar doğruluk söz kılgan, Uygurlarga sahip çıkan devletlerge karşı qattiq duruvatıdı ve eğer Uygurlar doğruluk bir gap kılgan olsa bunun bir bedeli buluvatıdı. Bu bedel iktisadi bedel buluvatıdı, diplomatik bedel buluvatıdı ve hatta tədqiqatçılarımı aldırıp çıkıp Uygurlar doğruluk bayanatlarını yaki özünki etbağa raportlarını ilan kılanmayıvatıdı. Bunun sebebi Xitay'ninki bununla ait qattiq qarşı turganlığı. Üçüncü sebebi olsa biz xalqara sahnelerde Yezidi aktivistlarının ait köp uçurattık. Ula özlerininki şu tacavuzga uçurgan, irqiy qirg'inchilikka uçurganlarınki xuddi Uygurlarga o'xshash isim, familiyasi, namini hammasini yig'ib
to'xtamasdan cho'ng kichik sahnalarda ilib beryotidi va bularning olib borgan xizmatining kimi natijasi deb qarashga bo'ldi deb qarayman. Uning eskartishicha, Xitoyning ta'tir tashviqotining kuchimi bu sohada belgilik rol o'ynamoqda ekan. Xitoyninki ta'tir tashviqotininki kuchlanib ketganligi, ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilish, buni yepish, yo'gash to'g'riliq Xitoy ta'tir tashviqotini kuchlantirdi. Ko'plagan davlatlardan diplomatlarni, siyosatchilarni va ommaviy tashkilot rahbarlarini va jamoat arboblarini yurtimiz Sharqi Turkistonga olib borib, Uyg'urlar bu yerda baxtli yashayotidi degan bu safsatisini bozorga solmoqda va nurg'unlagan chet ellik o'z tarafdori mutaxassislarni olib borib Xitoy vatandagi irqiy qirg'inchilikni yepishga tirishmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı'dan Xitoyning ta'sirini tozalash cho'qonlari o'ttirg'i chiqqili xeyli yillar bo'lgan bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı'ni jiddiy isloh qilish navbatda xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining, jumladan Amerika va boshqa g'arb davlatlarining kuchli tashabbuslarining biriga aylangan. Qadrli radio anglovchilar, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Yezidi qirg'inchiligi bilan Uyg'ur qirg'inchiligiga tutayotgan muomalasındagi farqlar haqida qisqacha ma'lumot berdik. Germaniyadan Akram anglatdi. Uyghur elidagi Bington va yerlik hukumatning yaqin xabarlarda 2024 yili Bingtonga qarashli joylar va Qashqarning Fayzvat noyisida koni turalg'i uylarni yangilash qurilishi elib berilib, ommani xursand qilganligi madhilanmoqda. Halbuki ijtimoiy taratqularda tarqalgan sin ko'rinishlarda bo'lsa, hukumat doiralarining buyrug'i bilan har xil bahonalarda cheqilayotgan Uyg'ur turalg'ilari va uy egalarining shikoyatlari oshkorlanmoqda. Undaqda bu jihatdagi bir qator masalalar zodi qanday hal bo'lyotdi? Diqqatinglar o'z muxbirimiz Mehribon tayyorlagan programmada bo'lsin. Uyghur elidagi Bington va yerlik hukumatning yaqinqi xabarlarida 2024 yili yoz faslida Bingtonga qarashli joylar va Qashqarning Fayzvat noyasi qatorliq joylarda kona turalg'i uylarni yangilash qurilishi elib berilib, ommani xursand qilganligi madhilanmoqda. 6 avgust kuni Xitoy xabarlar to'rida berilgan Bington oldingi yarim yilda 45 joydagi kona o'ltiraq uylarni o'zgartib yangiladi sarlavalik xabarda Bingtonning 2024 yili 500 million so'm, taxminan 80 million Amerika dollari mablag' selib 162 rayondagi kona o'ltiraq uylarni o'zgartib yangilganligi, oldingi yarim yilda 45 joydagi kona o'ltiraq uy qurilishining o'zgartilganligi tilga ilingan. Xitoy xabarlar to'rining 7 ayning 29 kundagi xabar degani Uyg'ur avtonom rayonining har qaysi joylarida elib berilayotgan kona o'ltiraq rayonlarni o'zgartib yangilash qurilishlarining xalqni xursand qilganligi tilga ilinib, Qashqar Fayzvat noyasidagi bir qancha nafar Uyg'urning kona o'ltiraq uylari o'zgartilganligidan keyingi xushallik kayfiyatlari bayon qilingan. Albuki bu yil kirgandan buyon Xitoyning TikTok, Undidar qatorliq ijtimoiy taratqularda Bington va yerlikdagi hukumat doiralarining buyrug'i bilan har xil bahonalarda cheqilayotgan Uyg'ur turalg'ulari va uy egalarining shikoyatlari bayon qilingan sin ko'rinishlari ko'plab oshkorlanishga boshladi. Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi lager shoidi Zumrat Davud xonim bu vaqtdagi sin ko'rinishlarini uzluksiz holda Facebook qatorliq ommaviy aloqa munbarlariga yo'llab kelayotgan bo'lib, u yo'llagan sin ko'rinishlarining birida nihoyat hashamatga silingan bir Uyg'ur uyining majburiy cheqilishiga qarta uy egasining noroziligi bayon qilingan. Mana mening shunday chiroyli uylarim hozir cheqilib ketish oldida turibdi. Kechalari ko'zimizda uyqu yo'q. Hammamizning ko'ngli shunday yerim. Anam rahmetlik silep, kombileşkimizge kaldırıp koyga öğüttü bu. Kağan çalısını özümüz kıygan, anam rahmetlik silepmiş öyünü. Oturaşkım nesip olmay, o dünyaya sefer kıp ketkende. Anmış öğürmezmiş, bağlarmez. Keyfa doğru kep bağladık üçün. Çıkılıp bitiş oldu turvadı da, koğlumuz beki yerim. 3 yılda aram bitkende bu öy. Amal kanca çıkılıp bitti edip mi hıyalımız keltemip bitkemez. Allah kulağımız.
Bakın biz hoşumuzdan oyunu çıkıp tuzlu etti. Ma öğlen çıkıp tuzlu oldu tüm günün ayağı. Siliş 5'te asken çıkış beklesanken. Vatı cevilerle bizden kombo bizden de çıkıp oldu ken oyununa. Yana bir sin ko'rinishda bo'lsa, Aqsu viloyatining ma'lum mahallasida uyni chiqishni rad qilgan uy egisini mahalladagi hukumat kadrlari izlab kirib, uning uyining yer tavrashga chidamliq emasligini bahona qilib, uni uyni chiqishga so'layotganligi ko'rsatilgan. Anachakka o'lim bekor qildingizmi, ko'chdingizmi? Faqat chaqni qo'lab bormadim. Nemishqa desangiz, ayni vaqtda mushaqa tishdanni turib men yo'g'on ketmenda loy etib, do'ngi qishni chiqarib, loy qish quyib, ta's sağan shu ko'zim ko'rilpardi. Bu uyam meniki qishda issiq, yozda salqin bo'lsa, nemish chaqimman. U demkingizmi, to'g'ri Anachakka. Sizmi o'zingiz torlardan ko'rib turayotgansiz balkim. Aqsu shahrida, Aqchi noyalarida hozirgacha to'xtamay kunda yer tavrab turayotdi. Bizningki bu xalqishliq uylarimiz yer tavrashga taqobil turmaydi. Yer tavrab qolsa, sizning bexatarligingizga biz kapolatlik qilolmaymiz hamda o'zingizning kapolatlik qilolmaysiz. Men bu yil qishdan aran chiqdim. Buni hozir qilay desam, meni qo'llamda degidek pul yo'q. Partiya hukumatligi boshqaligi 28 ming, 52 mingdan birimda tutib, bu yil to'xtab ketdi deb anglayapman. Shuni qayda qilishimni bilmayman, shu azalqi uyimda o'tiray deb tintirib oldim. Uyg'urlarning uylari majburiy cheklganligi haqidagi mushuningga o'xshab ketirgan xabarlar yaqinqi yillarda ko'plab oshkorlangan. Bo'libmi Uyg'ur elida 2017-yildan boshlab avjiga chiqqan Uyg'urlarni qayta tarbiyalash nomida tutqun qilib lagerlarga qamash to'lqinida oila bo'yicha tutqun qilingan nurg'unlagan Uyg'urlarning uylari tashlandiq uylar bahonasida chiqib etilgan yoki keyingi yillarda o'zgartirilib Xitoy ko'chmanlariga berib etilgan. Bu haqda Amerikadagi lager shohidi Tursunay Ziyovdin xonimning radiomizga bildirishicha, ayni chaqda G'uljining Kunas nahiyasining o'zida oila bo'yicha tutqun qilinib lagerga qamalgan nurg'unlagan Uyg'urlarning egasiz qolgan uy joylari tartib etilgan yoki chiqib etilgan ekan. O türmeden çıktıkça uylarının nerede qalğını, balalarının hatta nerede qalğını tapılmaydan o ispek eğer. Bizning o Kunas tarafidek eğer o. Uning bildirishicha, uning bilan bir kamerada yotgan Uyg'ur ayolning erimi tutqun qilingan bo'lib, keyin lagerdan chiqqanida nurg'unlagan Uyg'urlarning uylari cheqilib, G'uljidagi baylarning savdo saroylarining musodir qilinganligini anglagan. Mening yenimdagi bilib yotgan bir ayolning oilasi balchaqsini tatib riyoy ekibdi. Uyda esini chiqqanda inson qolmadi deb yo'ldoshni 20 yil Qashqar turmaga olib o'tibdi. Deb o'zlash bizning turmada men ketgandim chiqmay qolgan. Çünkü adam kalmadı diye uylarına yok oldu diye gitti. Ordunun mesela G'uljidning şu Sovet tarihi diyen Sovet tarihinin aslında ilgisine neticesi müddessiz maçta kesip de tatlı bilip keyin biz en çıkırken işte angebini anlap ben işenme bir etayetini sorap bakınca işte Xitayga tatip ibaptı bir Xitay lobini geldirdi. Bek eğer onda kışla o inakla uylar diyen adetlik yapı o tatlı biliş. Bugün işkirde Xitay'ın töküvetti o aykılıp inaklık kelse başka Xitayla otuğa uylarda başka Xitayla orlaştırıp ulanın maykla yemin geldi de başka uylar küçürüydü durgan başka yayı. Ondan başqa Uyg'ur diyarının janubidagi ko'plagan nahiya yezlarda zo'r ko'p sondagi Uyg'urlar yana ishga o'rnaштirish nomida Xitoyning zavod shirkat rayonlariga majburiy ko'chirilib, ularning aslidagi turalg'ulari va Uyg'ur mahallalarining Xitoy shirkatlari va Bingtuanning tavalligiga o'tib ketganligi radiomizning aniqlashlarida oshkorlangan edi. Undaqda fuqarolarning turalg'u uylarini xohlagancha o'zgartish, hatto chiqish qilmishi qarta Xitoy hukumatining qonunlarida cheklamalar bormi? Yaqinda Xitoyning TikTok yoki Undidar suplarida bu vaqtdagi qonun belgilamalar haqida Uyg'urcha sinliq ko'rinishlar tarqatilgan. Yezlatki rasmiyati yo'q uy imoratlarni xohlagancha chiqib bo'lmaydi. Chaqimiz dapli chiqmasa bu qonunga og'ir xiloflik qilmishi bo'lib hisoblandi. Ularning birida Xitoy qonunida har qanday bahona bilan fuqarolarning turalg'u joylarining cheqilishi yoki terilg'u yerlarning egallanishiga yo'l qo'yilmaydiganligi, bundaq ahvolga yo'liqqanlarning qonun o'rinlaridan yordam so'rasi bo'lganligi deyilgan. Dehqonlarning yerini obort qilishga majburlashga texmi bo'lmaydi. Dehqonlarning shahar kelib o'tiraqlashganligini bahona qilib, dehqonlarning terilg'u yeri, uy, joy qatorliq narsalarni majburlab tortib olishga qat'iy bo'lmaydi. Dehqonlarning birdan-bir turalg'usini xohlagancha chiqib etish man'iy qilindi. Undaqda mana shunga o'xshash yuqorqidagi ahvollarga yo'liqayotgansiz, qonun qurollari orqali o'zingizni qo'g'dib olsangiz tamoman bo'ladi.
qonundan haqsiz masal so'rsangiz bo'ldi. Ammo buningga qarta yozilgan inkaslarda kishilar uylarining majburiy chekib etilishi hukumatning buyrug'i va siyosiy sababidan bo'layotganligini bildirib, bu xildagi qonun belgilimlarning amaliyotda haqiqiy ijro qilinishiga ishonmaydiganligini oshkora ifodalagan. Amerikadagi Xitoy vaziyati analizchilaridan Chicago universitetining takliflik professori, kishilik huquq advokati Tingbyo apandining qarashicha, Xitoy xabarlarida tilga ilingan koni ultraq rayonlarni yangilash qurilishi dal Uyg'ur elidagi Bingtuan va yerlik hukumat organlarining har xil bahonalarda Uyg'urlarning uy makonlarini egilib olish ahvolining Xitoy bo'yicha eng ig'irligini oshkorlab berdi ekan. 虽然有宪法法律在哪儿，任何的这个政府部门、任何公民都要遵守，但是当共产党政府或者说兵团要达到他的这个政治目的的时候，他不会考虑法律的具体规定，也不会考虑民众的基本的权利，他会 fuqarolarning uy-joy, turalg'u makonlarini qo'g'dash haqida aniq belgilamlar bo'lsa-mu, ammo Xitoyda qonun har vaqt siyosatga bo'ysunganligi uchun bu xil qonunlar amaliyotda ijro qilinmaydi ekan. 真正的目的和动机绝对不是保障民生啊，或者是改善居住条件。 Tingbyo apandining qarashicha, Xitoy hukumatining o'ltiraq uylarni yangilash nomida Uyg'ur mahallalarini chiqib tashlashi, yana bir yoqdan Xitoy hukumatining madaniyat assimilyatsiyasi xizmat nishoni bo'yicha Uyg'urlarga xos bo'lgan o'ltiraq makonlarni ko'zdan yo'qotish, uning o'rniga Xitoycha uslubga ega yangi muhitni dasitishni maqsad qilgan. 那在新疆呢，这个就是他进行统一管理、统一控制，同时也是对就是摧毁他们原来的民族文化和宗教认同的一个步骤。他用这种方式fuqarolarning asldagi turalg'u uylari va mahallalaryning majburiy cheqilishi, shuningdek ularning atalmish yangi o'ltiraq rayonlarga ko'chirilishi mahiyatda irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlar uchun aytganda, Uyg'urlarni asldagi yashash muhitidan majburiy ayirish hamda shu orqali Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosatining bir parchasi deb ko'rsatdi. Programmani Mehribon tayyorladi. Türkiye Hürriyet gezitining 7 avgustdagi xabarda aytilishicha, Turkiya Xitoydan tor orqali mal setib olishga 100% bosh qo'ygan. Buningda tor orqali setib olingan mallarga qarta 2 muhim tadbir elingan bo'lib, tor orqali tamojna bejisi setib olinadigan malning qiymati tushirilgan. Yana biri bo'lsa, bulardan ilindigan tamojna bejining miqdori Yevropadan keladigan mallarning 50%, Xitoy va boshqa davlatlardan kiradigan mallarning 100% o'stirilgan. Tövəndə Anqaradakı ixtiyar muxbirimiz Erkin Tarım bu haqda təfsili məlumat berdi. Bugün 7 Avgust Türkiye devletinin çoğun gezitlerinden biri Hürriyet gezitide ilan kılıngan kararda tor arkalık setivelingan mallarga qarata 2 mühim tedbir ilingan. Bulardan biri tor arkalık tamojna bejisiz setivelingan malının kımmeti 150 Yevrodan 30 Yevroga düşürülgen. İkincisi bulardan elindiğen tamojna bejinin miqdarı Yevropadan keldiğen mallarının 50%, Xitay ve başka devletlerden keldiğen mallarının 100% östürülgen. Hürriyet gezitide 7 Avgust günü ilan kılıngan bu haqdaki xaberde mundaq deyilgen. Xitay qatarlıq bazı devletlerden tor arqılıq setivelindiğen mallarının qimmetinin düşürülgenligi, bu mallarning tamojna bejinin östürülgenligi to'g'risidagi qaror Türkiye devletining resmi gazetida e'lon qilindi. Mazkur qaror 21 Avgust kunidan tortib icra qilishga boshlanadi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan 6 ayning 3-4 kunlari Xitoyga rasmiy ziyorat elib borgandan keyin Türkiye Xitoydan import qilingan avtomobillarning tamojna bejini 40%ga östürgen idi. Biroq 7 ayning 8 günü Xitoyning eng cho'ng mashinsozlik şirketi BYD'ning prezident Recep Tayyip Erdoğan'a qatnaşgan murasimda Türkiye'de mashinsozlik zavodi qurish haqidagi kelishimiga
qo'l qo'yilgan edi. Mazkur kelishim Xitoyning Turkiyaning Manisa viloyatida 1 milliard dollar mablag' selib, to'qliq avtomobil ishlab chiqarishga oid edi. Undaqda amdilikda Turkiyada Xitoy mollarini tor orqali setib olishga qarata bundaq tadbirlarning qo'yilishini qanday tushunishimiz kerak? Buning Turkiya-Xitoy munosabatiga, shundaqla Uyg'ur davosiga qanday ta'siri bo'lar? İstanbulda faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfisining raisi, iqtisodshunos Abdurashid Abdulhamid apandi Türkiye'de tor bilan setib olinayotgan mallarning ko'pining azon bog'liq Xitoy meli ekanligini, bu qarar orqali Türk ishchilarning haq huquqini qo'g'dab qolg'ili bo'lganligini ilgari surdi. Turkiyada qaraydigan bo'lsak, eng ko'p elektronik shu internet orqali mal setib olinadigan davlatninki birisi Xitoy. Xitoydan keladigan malninki miqdorninki ozishi va buningki bejining orttirilishi albatta Xitoyga beradigan dagvarni azaytadi. U yerdan qiladigan, chunki bu pochta chiqimlari, ondan boshqa tez pochta chiqimlari deb bu malninki bahasiga yaqin, hatto undan ortiq tanarx bilan keladigan bir ahvolda bor hamda. Bundaq bir ahvolda Turkiyadagi ishlab chiqaruvchilarningki va Turkiyadagi tijoratchilarningki huquqi nisbatan qo'dalgan bo'ldi, ammo iste'molchilarningki tanarxi setib olingan o'xshash malga texnik ko'proq bir pul to'lab setib olingan bir ahvol o'tirib chiqdi. Abdurashid Abdulhamid apandi Xitoyning tor orqali setib olingan mallarining ko'pining Uyg'ur elidagi majburiy emgak bilan chetishliga borligini, shunga bu qarorning ochiq aytilmagan bo'lsa-mu, Uyg'ur qul emgigi bilanmi chetishligi bo'lish ehtimoli borligini ilgari surdi. Yaxshi ahvol, yani u yerdagi Xitoy tijoratchilari shu internet tijorat qilayotganlar va ularga mal ta'min qilayotganlar, balki shu nurg'un majburiy emgak orqali Uyg'ur qul ishchiligi orqali ishlab chiqarilgan mallarninki setilgan bo'lishi mumkin. Hamda uni biz bilib ketmaymiz. Bu jihatdan elib aytgan vaqtida bu yaxshi bir ahvol. İstanbul Üniversitesining dotsenti doktor Ömer Qul apandi bu qarorning Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan savdosidagi tangpungsizlikni azaytish maqsadi bilan elinganligini ilgari surdi. O mundaq dedi. Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinde ihtiyaç sahibi olan devlet, Çin devleti ürettiğini satmak zorunda ve bu anlamda da birçok ülkeyi ucuz malına pazar haline getirmiş. Türkiye bilan Xitoy o'rtasidagi savdo munosabatida Xitoyning Turkiyaga ehtiyoji bor. Xitoy Turkiyaga ko'p mal setyapti. Hozir nurg'un davlatlar Xitoyning bozoriga aylandi. Xitoy meliga qarata bu xil tadbirlarning elinishini to'g'ri deb o'ylayman. Davlatimiz Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida izchil holda ziyon tortyapti. O'tgan yili Xitoy Turkiyaga 40 milliard dollarlik mal satgan. Turkiya Xitoyga aran 3,5 milliard dollarlik mal satalgan. Şunu Türkiye bu xil tadbirlar orqali bu tangponsizlikni azayta oladi deb o'ylayman. Ömer Qul apandi Türkiye hükümetinden Şarkı Türkistan'da mecburi emgek orqali ishlab chiqarilgan mallarning Türkiye'ga kirishini cheklishini talab qildiganligini bayon qilib bundaq dedi. Bu kararın alınmış olması sevindirici. Ümit ederim takibi de olur. Çünkü girişimler özel teşebbüs ve devlet eliyle yapılabilir. Onun için takdirle karşılıyorum. Bu kararının elinganlığı kişini suyundurdu. Xuda buyursa bu xil kararlar davamlıq elinar. Xitayning aldığını to'rash için şahsi şirketler ve devlet tirishchanlik ko'rsatish kerak. Biz uzun yıllardan buyan hükümetni bunda karar elishga chaqirib kelgan edik. Oxirida hukumatimizning bundaq bir qaror elishi nayta o'rinliq. Men yaqin kelgusida hukumatning Sharqiy Turkistonda qul emgiki orqali ishlab chiqarilgan mallarning Turkiyaga import qilinishini cheklishini talab qilaman. Turkiyadagi chet el mablag'larining 75% Yevropa davlatlari ve Amerikadan kirgan. Türkiye ticaretining 65% yani Yevropa devletleri ve Amerika bilan elib berilmoqda ekan. Türkiye Xitoy oliy rahbarlarining uchrashuvlarida ikki davlat savdo miqdorining texmi yuqori ko'tarilganligi va'dalari berilmoqda. Türkiye Xitoyning mablag' selishini kutayotgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy Turkiyaga eng ko'p mablag' solgan 20 davlat ichida yo'q ekan. Bu programmani Turkiyaning poytaxti Anqaradan Erkin Tarim tayyorladi.
Yuqorida Washingtondan anglatish berib atgan Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur bölümünün 1 saatlik programlarını anladыңlar. Keyinki anlatışımızda görüşkice aman bolыңlar. Hayır hoş. This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.